Uchastkani toshlarini tugashga yaxshi usta bilan yomon ustani $1000 dan $1,500 gacha pul farq beradi. Hozir men sizlarga bir necha sabablarni tushuntirib o'taman, yaxshilab eshitib turasizlar. Birinchi sababi, ko'p ustalar stanogini olib keladi, olib ketadi, uy egasiga pulini berasan dedi. Bizning jamoamiz, Tokzor Ramsey jamoasini, mana собственный mashinasi, stanogimizni olib kelish, olib ketish besplatniy. Bu obyektimizga Zarmetan degan toshimizdan foydalandik, sokinlari. Bardyorlarga esa Xitoy polirovka A variant. İşimiz sifatlariga bitta alohida e'tibor berib turasizlar. Bu obyektimizda Zarmetan toshimizdan 200 kvadrat, Turksara toshimizdan 40 kvadrat olib kelganmiz. Chiqqan adxotimiz mana shu yerda Turk kvadrat adxot bor, grup Turk kvadrat chiqmaydi 100%. Bu nima? Men palasalari keyin palasalik qo'llarim kelguncha men pastlariga ishlatiladigan palasalar keyinchalik o'zimiz qo'llanib beramiz. Shuni hisobga chetga olib qo'ydik. Bu ikkinchi foydali taraf sizlarga. Boshqa yomon usta mana shuncha 200 kvadrat toshga kamiga 20 kvadrat yoki 25 kvadrat sochib qolib, ko'zingizni olyapman, bir mashina qilib uyib, yarmini musorga olib qo'yadi. Hozir nima qilganmiz? Ichida, akoshkaning ichida mozaika kesib erinmasdan chiroyli qilib billa qilib beramiz. Chiziq nima uchun kerak deydiganlar uchun, yomg'ir yog'adi, yomg'ir yog'gan chiziq bo'lsa, mana chiziqdan tomib oqib tushadi. Ishimiz sifatlariga e'tibor berasizlar. Stiklari ham bilinmaydigan darajaga qilib, ideal qilib uy egalariga topshirdik. Uchastkamizga rigellari, podogoni, hamma toshlarni berganmiz. Hammasini pastiga chiziq tushirib berganmiz, pul tommasini. Yana bir qancha zarar keltiradigan sabablari bor. $500 foyda qilaman, $2000 zarar qo'ygan tanishlaring bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'yasizlar, qayta bunaqa xato qilmaydi. Shunaqa mas'uliyatli ustalar tarafidan sifatli xizmatlar zo'rlar keladi desa, nomerlarni qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.